Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan ko'hna Buxoro shahrida joylashgan Buxoro amirining qilichi yasalgan temirchilik ustaxonasini birgalikda tomosha qilamiz. Bu ustaxona shonli tarixga ega bo'lib, undagi temirchi ustalar Buxoro amirligi davrida Buxoro amirlari va amaldorlarining qurol aslahalarini yasash bilan mashg'ul bo'lishgan. Aytishlaricha Buxoro amirining qilichi ham aynan mana shu ustaxonada yasalgan ekan. Bu qadimiy temirchilik ustaxonasi 3 buyuk davrni boshdan kechirgan bo'lib, turli davrlarda temirchi ustalar xalq ehtiyojidan kelib chiqqan holda hunarmandchiliklarini davom ettirib, bugungi kunimizgacha o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqdalar. Ustaxona tarixining birinchi davri amirlik davri bo'lib, bu davrda ustaxonada asosan qurol-yarog'lar tayyorlangan. Ikkinchi davr esa sobiq sho'rolar hukumati davri bo'lib, unda temirchilar asosan dehqonchilik uchun kerakli bo'lgan mehnat qurollari ishlab chiqarishgan. Uchinchi davr mustaqillikdan keyingi davr bo'lib, bunda asosan xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun xanjar va qilichlar, eshik to'qalari va qush shaklini eslatuvchi qaychilar kabi turli xalqimiz tarixiga oid suvenirlar yasash bilan mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shib kelmoqda.